Odam faqat barmog'i bilan devorning burchagini o'lchadi. Bir xil devorning turli joylarida o'lchovda 30 daraja farq bor edi. Eng ajablanarli tomoni shuki, bir stakan suvni tekis polga to'kkanda, go'yo u suv o'z ongiga ega edi. Bir zumda ikki tomonga oqib ketdi. Bu g'alati manzara odamning orqasidan titroq o'tkazdi. Shuning uchun u darhol tashqariga yugurdi. So'ng uning miyaga bir g'alati, tentak fikr keldi. Shubhasini tekshirish uchun u tezda o'lchov lentasini oldi va qizi yordamida devordan yashash xonasigacha bo'lgan masofani o'lchadi. Aniq 8 metr chiqdi. Keyin ular ikkalasi ham tashqariga chiqib, ikkita tashqi devor orasidagi masofani yana o'lchashdi. Natija hayratlanarli edi. Uy ichidagi o'lchov tashqarisidagidan butun 3 metrga katta chiqdi. Bu natijaga hatto 8 yoshli qizi ham ishonmadi. Chunki bu fizikaga zid edi. Odam hayron turganda, qizi sovuqni his qildi va tezda kiyim olish uchun xonaga yugurdi. Ammo eshikdan yashash xonasigacha masofa atigi 5 metr edi. Shunga qaramay, qiz u yerga yetib borish uchun kutganidan ko'proq vaqt sarfladi. Avvaliga odam bunga unchalik e'tibor bermadi. Faqat yashash xonasida turgan qiziga qo'l siltadi. Lekin qiz kurtkasini kiyib eshikni ochganida, u endi hech qachon o'sha xonadan chiqib kelmadi.